arzon narxdagi uy qidirayotganlar uchun mana yana bitta obyektimiz chiqdi. Bu obyektimiz 2 sotuv maydonga tushgan. Bu uyimizning narxi 105 ming deyilyapti. Hozir shu uy sizlar bilan to'liq video obzor qilib chiqamiz. 105 ming dollar ham agar qimmat deydigan bo'lsangiz, mana bu tarafda bittasi 95 ming. Bu sotig'i kichikroq, 1,5 sotuv, yon tarafida 88 ming ham yana bitta variantimiz bor. Umumiy 3 ta uy qurilgan, ko'rayotganingizda alohida ko'chalari bilan. Hozir shu sizlar bilan 105 mingligini ko'rib chiqamiz. Ko'rayotganingizda hovlimizning yon tarafida ham mana shunaqa joy bor. Zelenoy zona qilingan. Bu tarafda bo'lsa yozgi oshxona, tashqari uchun hojatxona qilib qo'yilgan. Bu uyimizning podvali ham bor. Podvalda mana shu bitta xonani tegi qilingan. Hozir endi xonalarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Niyat qilganlarga nasib qilsin, bizga ham nasib qilsin. Xo'p, kirganda o'ng tarafda birinchi xona bu mana oshxona bo'lyapti. Mana shunaqa kompaktni qilingan. Ko'rayotganingizda mebel texnikalari tayyor holatda, kir mashinalari ham joylashtirilgan. Chap tarafimizda bo'lsa, bu endi bitta zal. Kichkina emas, anchagina keng, 2 sotuvga juda ham yaxshi xonalar qilingan. Bu yerda endi bitta spalnya, buni detskiy qilib qo'ysa ham bo'ladi. Yon tarafda bo'lsa, bu endi bitta родительский spalnya, buni ichida o'zini dushi ham qilingan. Bu yerda mana yana bitta xona ko'rayotganingizday, oxirgi ko'radigan joyimiz bu umumiy sanuzel. Shu agar kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqurasizlar, bu uyimizda 105 ming deyilyapti. Yonidagi 95 ming, boshidagi bo'lsa 88 ming deyilyapti. Agar kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerlarini, narxlarini hammasini opsiyada yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqurasizlar.